Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu ve lager şahitlerden terkib tapgan bir hayatning Yaponiyadagi ziyarati boshlandi. Merkezi Washingtonda bo'lgan Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşuning direktori Ömer Qanat mundaq dedi. Bizning Uyghur erki qirg'inchilikni to'xtatish uchun Yaponiya hukumat amaldorlari, parlament a'zolari, barliq siyosiy partiyalarning rahbarlari va ommaviy tashkilotlarning rahbarlari bilan ko'rishish uchun 25-sentabr boshlangan Yaponiya ziyoratimiz Yapon Uyg'ur jamiyatining rahbarlari va a'zolarining qizg'in kutilishi bilan boshlandi dedi. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan erkiy qirg'inchiligi va yaqinqi oylarda nol Covid bahonasi bilan Uyg'urlarni uyda ocharchilikqa mahkum qilish siyosatiga qarshi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-York binosi va Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda namoyish o'tkazildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisining yig'ini davomlashayotganda Nyu-Yorkka yig'ilgan Uyg'urlar va ularning qo'llovchilari Amerika hukumatı va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldorlarini harakatga kelib, Xitoyning erkiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqirdi. Turkiyaning Trabzon shahrida Unutilgan vatan Sharq Turkiston nomli yig'in o'tkazildi. Sharq Turkiston majlisining boshlig'i Seytim Turkapandi o'zining ijtimoiy aloqa to'rida mundaq dedi. Biz 25-sentabr Trabzon Alperen o'choqlarining taklifiga binoan Unutilgan vatan Sharq Turkiston temasida yig'in o'tkazdik. Yashasin mustaqil Sharq Turkiston. Egilinishcha, Amerika va Koreya dengiz armiyasi Koreya yarim orolining sharqi dengiz qirg'oqida harbiy manevr boshlagan. Koreya dengiz armiyasi bayonotida manevrga ikki tarafdan yadro energiyasi bilan harakatlanadigan USS Ronald Reagan aviatsiyasini o'z ichiga olgan 20 dan ortiq urush paraxoti, shundaqla urush aeroplani va tik ucharning qatnashganligini bildirdi. 4 kunlik manevr ittifoqdoshlarning Shimoliy Koreyaning ig'vogarchiligiga javob qaytarish irodasini ko'rsatib berdi deyildi. Rossiya Federatsiya bexatarlik idorasi FSB Yaponiyaning Vladivostokdagi konsuli Motogi Tatsunoroni tarqitish cheklangan uchurlarga erishgan deb ayblab qo'lga oldi. Federatsiya bexatarlik idorasi bayonotida Yaponiyaning Vladivostokdagi konsuli Motogi Tatsunori pul berish badaliga Rossiyaning Osiyo Tinch okean davlati bilan bo'lgan hamkorligi va G'arbning jazo siyosatining Perominsk rayonining iqtisodiy vaziyatiga ko'rsatadigan ta'siri haqida maxfiy uchurlarga erishayotganda qo'lga olindi deyildi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegarani ayirish to'g'risida birlashma kelishim imzolanganligi e'lon qilindi. Qirg'iziston hukumat axborot markazining bayonotida Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlari orasidagi chegara ayirish vakillar o'mikining poytaxt Bishkekda bir yerga jam bo'lganligi bildirildi. 96 yoshda olamdan o'tgan Dunyo musulmon olimlar ittifoqining qurg'uvchisi, raisi Misrlik olim Yusuf al-Qardaviy bugun Qatarning poytaxti Darhamda meyit namozi tushirilib, dafn qilindi. Ma'lum bo'lishicha, hayoti bo'yicha ilmiy tadqiqotni davomlashtirish bilan birga turli yig'in, televiziya programmalari va ilmiy faoliyatlarga aktiv qatnashgan olim Yusuf al-Qardaviy 170 parchadan ortiq asarni qoldirib ketgan.